Erkaklar ham ayollarga o'xshab ruhiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladimi? Albatta. Bu haqida ham alohida video chiqarganmiz. Erkak kishiga eng katta motivatsiyalar bo'ladigan narsalardan bittasi shunchaki yelkaga qo'yilgan bosh. Faqat gapirmasdan. Har xil holat bo'ladi erkak kishida. Ko'chada yuradi, minglab odamlar bilan masalan muloqotda bo'ladi, ba'zan ishi o'xshaydi, o'xshamaydi, qarz bo'ladi, bankrot bo'ladi. Shu va shu kabi bo'lgan holatda uyda kayfiyatsiz o'tirgan vaqtda nima bo'ldi, nimaga unaqasiz, nimaga gapirmayapsiz, nimaga alamingizni bizdan olyapsiz kabi savollarni shunchaki bermasdan o'sha paytda o'z holiga qo'yib, dadasi hali hammasi yaxshi bo'ladi deb turib, shunchaki eriga suyana olsa, mana shu yelkaga bosh qo'ya olsa, erkak kishi bundan juda katta quvvat oladi. Va maza qiladi, "Ha, men hozir yiqilishlikka haqqim yo'q ekan" degan kayfiyat va menga insonlar suyanib turibdi degan kayfiyat